Assalomu alaykum Olgut mijozlari. Bugun siz bilan Olgut ilovasi orqali qanday qilib muddatli to'lov uchun limit olishni o'rganamiz. Buning uchun siz smartfoningizda Olgut ilovasini yuklab olgan bo'lishingiz kerak. Olgut ilovasini yuklab olganingizdan keyin ilovaning pastki qismida Olgut nasiya knopkasini bosasiz. Undan keyin faollashtirish knopkasini bosib, bu yerga asosiy telefon raqamingizni kiritasiz. Undan so'ng qo'shimcha telefon raqam kiritishingiz kerak bo'ladi. Va bu qatorga siz o'z bank kartangiz raqamini kiritishingiz kerak bo'ladi. Va sizga Olgut orqali xabar keladi. SMS xabardagi kodni siz ushbu qatorga kiritishingiz lozim. Undan keyin siz pasport ma'lumotlaringizni kiritasiz. Undan keyin siz Face ID o'tasiz. Sizni tabriklayman. Juda kam qadamlar qoldi. Hozir sizga kutib turishingiz kerak bo'ladi va SMS orqali yana bir kod keladi. Ushbu kod 473-249. Undan keyin sizga oxirgi SMS kod kerak bo'ladi. U ham SMS tarzida keladi. Oxirida продолжить knopkasini bosganimizdan keyin mana ko'rib turganingizdek проверка прошла успешно yozuvi chiqdi. Завершить knopkasini bosganingizdan keyin 3 daqiqa ichida sizga limit ajratiladi. Sog' bo'ling, sog'